Assalomu alaykum, bizni kuzatib kelayotgan do'stlar. Hammaga salom. Mana do'stlar, eskilarda bo'lsa banya qilayotgandik. Ustani o'zining uyi bu. Ustani o'zining ishi mana shunaqa yomg'ir yoqqan kunlarda, dam olish kunlarda bo'ladi. Ustalar shashilmasdan sekin qilishadi o'zining ishini. Do'stlar, mana shikaturkamiz bo'lyapti, semen shikaturka. Padmayak. Bu yog'iga bir qator loy tortiladi. Tomonda pechkamiz. Ustidan kafirlarni yopishtirgandan keyin xudo xolasa bir qator bitganda ko'rsatamiz do'stlar. Birinchi xonamiz. Mana shunaqa ishlar do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kuzatishda davom eting do'stlar.